Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ushbu video tasvir Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman markazidan bo'lyapti. Ba'zi bir sabablarga ko'ra Muzrabot tuman sport maktabini ringi qaysidir bir maktabga olib borib o'rnatilgan edi. Ba'zi bir tanish-bilishlarda iltimosiga ko'ra 21-martgacha boks musobaqasi bo'ladi. O'sha musobaqa o'tgandan keyin Muzrabot tuman markazdagi sport maktabiga qaytarib olib borib, yana joyiga o'rnatib qo'yamiz degan va'dalarni bergan edi. Bugun 30-mart 2026-yil. Agar 1-aprelgacha muhlat beramiz, o'sha sport ringini olib kelib, Muzrabot tuman sport maktabidan olib ketilgan joyiga olib kelib qo'yilmasa 1-aprel 26-yil kuni yanada qiziqarli videolarni chiqaramiz. Keyin nima deydi, olib ketgan, olib kelmoqchi bo'lmagan ba'zi bir rahbarlar uyalib qolishi mumkin. Shuning uchun sizlardan iltimos qilyapmiz. Hech kimni agitatsiya yo boshqa narsa qilish niyatimiz yo'q. Sport maktabni mulki bo'lgandan keyin davlat puli ajratilib olib kelingan, olib kelib joyiga qo'yilishi kerak. Fuqarolarimiz, yoshlarimiz sport bilan shug'ullanib, har qanday oqimlarga aralashib qolib, bezorichilikni qilmasligi uchun shu sport maktabda mashg'ulotlar bilan shug'ullanib, bolalar bekor bo'lsa, har qanday ishga qodir bo'lib qoladi. O'shaning uchun sport maktabni ringini joyiga 1-aprel kuni o'rnatib qo'yishlaringizni so'raymiz. Sog' bo'linglar, rahmat.